Boy akam 4-paytda Cobalt kelib qoldi-yu. Ko'rishdan oldin bitta like-chani tirsiz har doimgidek va so'rasa joningiz sog' bo'lsin. Alloh umringizga, sizga baraka bersin. Bu mashinamiz 4-paytda Cobalt bo'ladi, oq rangda. Kapotning uchida pitnosi bor ekan, qolgan joyi qalbis kabi top-toza ekan. Mashinamizda 4-pakalikni metan gaz ballonlari bor ekan, obshivka holati, sidinalar, hop, salon holatlari ham yaxshi ekan. Tayyor olar ekansiz, minakasi CC monitor. Mana bunaqa ajoyib mana kameralar uстановка qilingan ekan. 61 000 km masofani bosib o'tgan. Cruise control uстановка qilingan ekan. Poliklari. Xo'p, 4-pakalikni metan gaz ballonlari hammasi bor, xudo xolasa. Qolgan joyi tep-tekis turibdi mashinani. Qolgan joyda qirilgan, chizilgan, dilla xira qiladigan joylari yo'q ekan. Mana orqa obshivkalari hammasi cho'tki, chiki-chiki bo'lib turibdi. Xullas, bu mashinamizni siz uchun arzon biroda, arzon narxda 2023-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt 4-paytda 61 000 km masofani bosib o'tgan. Siz uchun 10 300 dollarga qo'yib beramiz. Videoga bitta like bosib, Cobalt ishqozlariga shu videoni shunday tashlab qo'ysanglar, manfaatli bo'lib qoladi. Bosinglar.